Bulung'ur tumanidagi sobiq pedagogika kolleji binosi o'rnida Prezident maktablari tizimidagi yangi ixtisoslashtirilgan maktab ochilganini ko'pchilik bilmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, farzandingiz bu maktabda mutlaqo bepul o'qiydi. Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan bu maktab 2025-yilda tashkil topgan bo'lib, 5-sinfdan 9-sinfgacha o'quvchilarni qabul qiladi. Hozirda qabul boshlangan. 4-iyungacha bo'lib o'tadi. O'qish mutlaqo bepul. Ixtisoslashtirilgan maktabdagi o'qituvchilar professional, oliy toifali, xalqaro darajadagi sertifikatlarga ega bo'lgan ustozlar ta'lim beradi. Farzandingiz kun davomida shu maktabda e'tiborda va nazoratda bo'ladi. Darsdan keyin to'liq bepul to'garaklar ham o'tiladi. Bu maktabni bitirgan o'quvchilar xalqaro darajadagi universitetlarga kirishi ta'minlanadi. Yangi o'quv yiliga ixtisoslashtirilgan maktabda katta o'zgarishlar, sharoitlar yaratiladi. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lmaydi. Bu videoni yaqinlaringizga ulashing. Joylar soni cheklangan. Qo'shimcha savollar uchun shu raqamlarga bog'laning.